maaşını toplaması, mavzunu yetiş üçün maaşını toplaması doğru buluşu gerek. Maaşını toplaması doğru olmasa mavzunu yetişip bilmeysen. Hoş, maaşlarını topladın. Keyingi mesela Çernovik'te yazasan, başta Çernovik'te yazasan maaşlarını, ama bu doğru geledi, bu doğru geledi, acayip. Keyingi mesela konspektini doldurur. Konspektini çıkasan kalkır trenirovka. Konspektini metodiste görsetesen, doğru mu? Konspekt. Endi konspektini doldurganda navu nersadan başlaysan? Neçe kısmısı var orada? 3 asasi kısmısı var ekan konspektda, doğru mu? 3 asasi kısmı. Birinchi Подготовительный. подготовительный, tayyorgarlik kısmı. Tayyorgarlik kısmısına navu giradi? Nazar. Birinchi nazariya. Sen mavzunun doğrusunda gerekli malumat verişin gerek ballara. Videoya nimeden, filmlarına nimeden, ne çıkılış gerek, kaysi usulda. Bu nazariyenin 15 minuttan aşmaslığı gerek. 15 minuttan keyin ballar harip başlıyorlar. Malumat kabul kılış kabiliyeti, pesayeti. İşiniz bir tim болып kalır. Значит, nazariye planlaştırganınızda konspektde 10-15 minut imundan. 10-15 minut. 15 minuttan hoş. Samaralar 3. Mart'ta. Tushuntirganida обязательно savol-javob formatida bo'ladi. Savol-javob formatida. Nima deyapman? Javob berish kerak. То есть вот я сейчас говорю, men gaplashib turibman, sizlar indamay turibsizlar. Shuning uchun men majbur bo'lib sizlarga savol berib turibman. Sizlarning dilingizni bitta uzaytirish uchun, bittani ishlatish uchun savol berib turibman. Чтобы вы не спали, да? Чтобы вы понимали, о чем идет речь. То же самое ballar bilan. Sen 15 minut bir o'zing so'zlab tursan, foydasi yo'q. Ko'pincha ballar gaplashishi kerak. Sen birinchi ma'lumotini berasan, so'ng savol-javob formatidan bulardan informatsiyani chiqarib boshlaysan. Tushundilarmi? Qay darajada tushundilar? Shunga qarab gerekli xulosasini chiqarasan. Xo'sh, nazariya bilan bo'ldi. Keyin Tayyorgarlik. o'ylab chiqamiz. Razminka. Bu tayyorgarlik qismisi o'zi. Tayyorgarlik qismisi ichida nazariya bo'lib turibdi, undan keyin razminkani boshlaymiz. Razminkani. Вот bu qismi ko'p trenerlar разминка, давай побежали, вот мы видели наши тренеры, bizlarning тренеры, на мавзу bo'lsa ham по кругу пошли, да? Ну, так их учили. Bularni o'zini vaqtida futbolchi bo'lgan davrada shunda deb o'rgatadilar, ular trenirovka qiladilar. Shuning uchun uning kallasida qoldi bu. Bu avval yurgan trenirovkalarni yoddan tushirib takrorlab turibdi. Keyingi avlod bilan hozirgi yosh bolalar bilan. To'g'rimi, Umid? To'g'ri. Lekin futbol, men aytaman-ku, futbol bir joyda turmaydi-ku. Futbol o'zini talablari taqdim etib turibdi bizlarda. Сейчас наша задача детей, yosh futbolchilarni ko'proq o'ynatish kerak top bilan. Top bilan nechalik ko'p shug'ullanib yursa, shunchalik zakonni texnikasi oshadi. Значит, уже razminkadan bizlar iloji boricha top bilan boshlashimiz kerak. Подвижные игры, harakatli o'yin. Mana shu narsa, значит, 13-12
yaşgacha shu davradan, bolalik davrasida обязательно shu подвижный o'yinlardan, harakatlarda o'yinlardan boshlash kerak. Jismoniy sifatlarni esa nima orqali rivojlantiramiz? Jismoniy sifatlarni qaysi jismoniy sifatlarni bilamiz bizlar? Birinchi, kuch, tezlik jismoniy sifatimi? Abjirlik, ловкость, дальше, chidamlik, Terpimlik. вот. Отдельно bularni shu 12 yosh, 11 yoshlarda отдельно bularni rivojlantiramiz. Kerakli. Bu kompleksda rivojlantirish uchun novi uslub bor ekan, novi qurolimiz bor ekan. Ikki kolonna qo'ydik. Эстафета бар. То есть подвижные игры и эстафета это то, что нужно shu yosh bolalara razminka vaqtida eng kerakli narsa. Подвижные игры и эстафета. Все. Necha minut davomida bo'ladi bu? 15 minut. Yetadi. 15 minut yetadi. Xo'sh, keyingi bosqichimiz подготовительный o'tdik. Закончили. Все. 10 minut nazariya bo'ldi, 15 minut razminka bo'ldi, yana 25 minut подготовительный tayyorgarlik qismisi ketdi. Дальше Основная часть. Основная часть идет. Дальше идет основная часть. Asosiy qismi. Asosiy qismisi. Nima ish qilamiz asosiy qismida? Подводящие упражнения. Да. Мы раскрываем тему. Mavzuni trenirovkasini mavzusini yechamiz. Shuning uchun основной qismisida qaytadi. Yechamiz. Значит, bu asosiy qismini, asosiy mavzusini yechish uchun eng boshda trenirovka tayyorgarlik paytida bir kunalik trenirovka tayyorlaysanmi? Trenirovka tayyorgarlik ko'rasanmi? Konspektni to'ldirib, prezentatsiyani to'ldirib, tayyorgarlik ko'rasan. Shu tayyorgarlikni nimadan boshlaysan? Aytdik, marshni to'plamasi. Shu marshni to'plamasi navosina. E'tibor berasan marshni to'plamasina. Shu. Bularning ichida 3-4'ini topasan eng yaqin shu возрастda to'g'ri keladigan, bolaning yoshlari to'g'ri keladigan mashqni ajratib qo'yasan. Ina, menda bu asosiy mashq bo'ladi. Vedение o'rgatish uchun bugun menda bu asosiy mashq bo'ladi. Xo'sh, asosiy mashqni tanlading. Yana bir aytaman, 3-4'si bo'ladi. Asosiy mashqlar bir emas. 4'si bo'lishi mumkin, 5 bo'lishi mumkin, 10 bo'laveradi. Lekin trenirovkada birginasi основной mashqni yig'nash kerak, ajratib qo'yish kerak. Ondan keyin shu основной mashqdan новое конструирование qilib boshlaymiz. Konstruktor qilib подводящий. То есть мы говорили, 2 подводящих, как минимум 2 подводящих и одно основное. То есть asosiy qismisida kamida 3 mashq bo'ladi. Arkadan boshlaymiz. Arkadan asosiy mashq, ikkinchi подводящий и birinchi подводящий. То есть у нас если вот эта основная часть, не видно, да? Нет. Не видно. Хорошо. Tasavvur qilinglar. Вот у нас основная часть. Shuni основной часть ichida если kitobni nishon o'qisan, sleva направо, da chetdan o'ngga. Birinchi bo'ladi, ikkinchi bo'ladi, uchinchi bo'ladi. Yo'q, sen bunday emas. Bundaydan boshlaysan. Arabcha. Arablar shunday yozadilar. Вот. Значит, ты начинаешь asosiy qismini ishordan boshlaysan. 10 tomondan boshlaysan. 3-mashqdan boshlaysan.
Üçüncü maçdan başlayacak. Çünkü üçüncü maçın bu asasi maçın buladı. Asasi. Sen şu maç arkalı neticeni göreceksin. Mavzunu yeteceksin. Amından elde ikinci urunda. İkinci padvadeşi buladı. İkinci padvadeşi de elde yenen birinci padvadeşi buladı. Fark asasiladan, padvadeşiladan, üçüncü maçtan, birinci maçtan asasi fark ne olan ibaret? Ya da ansatarak boladı, birinci de. Doğru. Üçüncü maçımız asasi maçı. Bu futbola yakın. Mesela senin balların 11 yaşar olsa, ya ki 10 yaşar olsa, sen pastayanla musabakada 5x5 katlaşıp dursan, ya ki 7x7 katlaşıp dursan. Значит, sende asasi maçın уже 7x7 oluşu gerek. Çünkü sen ürgetilgen nerselerini bula erten turnirde ya ki musabakada gösterişi gerek. Doğru mu? Olmasa ne o işte sen? Musabakada şu ürgetilgen nerselerini görmesen ne o işte sen? Bir hafta, 2 hafta davamında. Значит, и şu asasi maçın, üçüncü paganda durgan asasi maçın, şunun sastava, şunun расстановка buladı. Кайсы мусабакадан катнашасан. Если у тебя 7 на 7, у тебя расстановка, мы вчера 7 на 7, какая расстановка у нас была? 1, 3, 2 или 1. Насколько получается? 1, 3, 2. 1, 3, 2. Да, расстановка 7 на 7. Вот значит еще расстановка, Sen asasi maçkada ведение mi, ya fint mi, ya udar pavrotom mu, asasi maçkada. Şu mavzusu doğrusunda işlep durasan. Samarali işlep duruş, işini görüş 3. maçta sende yine 2 подводящий maçları hizmet kılarlar. Samarali 3. maçın neticesini, meyvelerini görüş için, yaxşı neticelerini görüş için, sende ikinci elinde durgan ve birinci подводящий maç var. Bunlar Rosenblatt'ın bunlar ansantlaştırılgan. Nişatıp ansantlaştırırız. Количество ударов. Вот, rahmet. Значит, мы сокращаем размеры площадки, сокращаем численность, oyuncuların sanı, varatanın sanı, gerek olsa köpeytiremiz, gerek olsa вообще alt taşıyımız, коридорlarını koyamız, линейный футболда, то есть, когда ведение мы через линию проводили, да, линия ütüşke hareket kılıyorduk. Вот. То есть, вариантlar köp, все зависит от твоей фантазии. Как ты понимаешь эту тему? Вот sen тренер olup, нишаты, и şu mavzunu düşünüp turganın olsa, senin fantaziyana onu подсказать turgan olsa sana, sen şunu əməliyyatda işletişke hareket kılasan. Bu tabii hal. Hem trenerler. Ne için Guardiola, ne için Klopp, ne için Marcelo Bielsa. Ne için? Потому что her kimde özünü nükte-nezarı var, her kimde özünü falsafesi var, her kimde özünü vizyoniye doğrusunda, ya ki başka taktik bilimlerin doğrusunda özünü fikri var. Şunu fikirlerine asaslap, bunlar trenirovka jarayonuna ve komandaviy o'yinlarni shakllantiradilar, yo'lga qo'yadilar. Sizlardan her kimizda shu falsafasi bo'lishi kerak. Bo'lishi shart. Falsafa nimadan paydo bo'ladi? Bilimlardan. Bilim bo'lmasa nereden falsafa bo'ladi? Doğru mu? Bu nesinin felsefesi nimaligini aytmadik-ku, bu trotuarda morоженое yeb turgandan so'ng qog'oz bosadi. Bu qog'oz tashlagan bo'lsa, bu значит родительlar tupой, da, o'zlari bilmaydilar. O'zlari bilmasa, bolasini ham bilmaydi. То же самое, senda falsafa bo'lsa, значит futbol doğrusunda bilimlari yeterli emas. Futbolları doğrusunda bilimlari yeterli emas bo'lsa, значит senin o'yinchilaring, bolalarning to'liq gerek darajada bilime ega bo'lmaydilar. Ya zincirda, zincir. Tabii хал. Это то, что нужно знать раз и
shu organizatsiya trenirovочного процесса, trenirovkani jarayonini tashkil qilishni to'g'risida hozir gaplashib turaylik. Chunki bu постоянно каждый день вы организовываете тренировочный процесс. Это у вас как алиф Б, А, Я bo'lishi kerak, да? Endi konkretно возрастные особенности. Necha yoshni bo'lgan bolalar bilan futbol o'rgatish, boshlashni o'rgatish ma'qul. Na aytaman, 8 yoshida. Ne uchun? Bilim olishi yaxshi bo'ladi. Bularni вот ina уже яшный xususiyati, 8 yoshning xususiyati. Что такое возрастные особенности? Это яшный xususiyati. Her bir yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında o'zining xususiyatlari bo'ladi. Masalan, 10 yaşında, 12 yaşında chidamlikni, jismoniy sifatlarni to'g'risida gaplashsak, jismoniyni rivojlantirish бесполезно. Бесполезно, потому что у них организм еще не вырос, организм әлі үст turttu. Chidamlikni rivojlantirish бесполезно. Lekin abjirlik, lofkost, да? Уже o'rgatish va rivojlantirish shart. Shu vaqtda. Bu yoshning xususiyati. Nav to'g'risida gaplashib turganimizni tushundingizmi endi? Yoshning xususiyati. Endi 8 yoshida to'xtaylik. 8 yoshda bolalar. Bularni eng ajralib turgan tomoni bilib olish qobiliyati va futbolga qiziqish. Aytmaydim-ku, shu narsa machalka suva tashlaganda shunday bilimlar olib turibdi. Bularda shu vaqtda hech qanday qiziqishlar yo'q, to'pdan boshqa. Top. Shu vaqtda 8 yoshida bolalar bilan futbolga qiziqtirib boshlasang, законный komandani shakllantirib berasan. Bu 100% garantiya, da? 100% garantiya. Chunki o'zim men shu 8 yoshlar bilan bolalar bilan ishlab yurgandik. Законный bir azram yoddan turibdi. Gap yo'q. So'ng bolalar o'sib boshlaydilar. Bo'y o'sadi, vazni oladi, og'irlik o'zgaradi. Уже buni futbolga o'rgatish talablari ham o'zgarib boshlanadi. И shu o'zgarishlar o'zini xos tartibida o'zgaradi. Shu tartibini bilishimiz kerak, да? То есть, что можно в 10 лет давать, что нельзя в 10 лет давать. 10 yoshda nov berishimiz mumkin, nov bermaslik kerak. 12 yoshda nov berishimiz kerak, nov bermasligimiz kerak. Это мы должны точно знать. Aniq bilishimiz kerak. Давайте попробуем посмотреть. Вот здесь на презентациях видно, да? Фаза развития футболиста. То есть, men sizlarga aytmadim hozir, bola o'sadi. Bo'y o'sadi, vazn o'zgaradi, tezlik o'zgaradi, chidamlik o'zgaradi. Значит, мы, в зависимости от того, сколько ему лет, должны shunga qarab ish rejasini to'g'rilab turishimiz kerak. Mavzuga qarab faza развития футболиста. Yosh futbolchini rivojlantirish fazalari, bosqichlari. Вот у нас написано фаза развлечения от 6 до 10 лет. Развлечение nima deyapman? Mashg'ul bo'lishmi? Mazza qilish, keyf uchun, keyf uchun. Здесь никаких соревнований, никакого результата, да, есть qanday musobaqa bo'lishi mumkin, festival formatida. То есть там o'rin yo'q. Birinchi o'rin, ikkinchi o'rin yo'q bunday narsa. Festival formatida. Это фаза развлечения, он получает удовольствие. Удовольствие на воде?
Rahatını göredi. Rahatını göredi. Mashg'ulotimdan, futbolimdan, futbolni festivalinden rahatını göredi. Haz etadi. Вот. Этот еще баскетчи до 10 лет. До 10 лет. 10 лет это какой класс? Четвертый sinf? Четвертый. 8 sinf bo'lsa, 8 yoshlar bo'lsa 2 sinf, 9 3 sinf, 10 4 sinf. Yine 8 9 10. 3 yıl davomida u futbolni mazza qiladi. Mazza qiladi. A undan keyin 5-chi, keyingi bosqich bazaviy faza. Bazaviy faza. Baza. Shu yerda shkola boshlanadi. Bazaviy faza, bazaviy faza. Bazaviy faza. Baza degan bu asos. Asosiy fazasi. Уже 10 yoshgacha bu уже yarim ham futbolist bo'lishi kerak-da. Bazaviy faza. Tushunchasini e'tibor beringlar. Bazaviy faza. Asosiy faza. Fundament. Fundament. Базовая, да, что фундамент, да? Вот здесь 11, 12, 13 лет, 3 года, да, я не учил. Базовая фаза. И qaranglar. Ne uchun bizning maktabda bolalar o'smirlar nomi qo'ydilar. Bolalik davrasi bo'ladi и o'smirlik. Bolalik davri 13 yoshdan keyin to'xtaydi. 14 yoshdan уже o'smirlar davri boshlanadi. И вот смотри, bolalik davrasida bizlar yarim xalq futbolchilarini уже tayyorlab qo'yishimiz kerak. 3 yil фаза развлечения, 3 yil базовая фаза. 6 yil. Endi davay amaliyotdan nima bo'lib turganini ko'ramiz, ha? Yoddan tushiramiz. Вот Азим aka в Шавасе работает, Azim aka, u вас 8 yoshar bola bilan ishlab turibdilarmi yo'qmi? Yo'q. 9 yoshar bilan ishlab turibdilarmi yo'qmi? 3-klassdagi bolalar bilan. Yo'q. Yo'q. Ha? Problema? Problema. Nima uchun ishlamaydi turibdilar? Savol. O'zi 10 yoshga yurgan. Ayting. Mana ishlab turibman-ku, ota-onalar yuborishga qiynalib turibdi. 8, 9, 10 yoshli bola. 10 bor. 4-sinf, 5-sinfdan kelib boshlab turibdi bolalar. Вот. И menga qaranglar. Yana kim kelib boshlaydi? Yana kim kelib boshlaydi? Kim kelib boshlaydi? Astatkalar, qolgan bolalar. Niyedan qolganlar? Güreşten, boksdan. Doğru mu? Doğru. Güreşten, boksdan. En законный bolalar 8, birinchi klassdan, ikkinchi klassdan уже güreşte, уже boksda. Ama kim şurada ilişip bilmeyen futbol. Yine gördünüzler mi? Bu bolalar bu nishu nesini o'zina xos bu agar o ishlab chiqarish bilan o'tsak, ishlab chiqarishga o'tsak, masalan, bizda zavod bor, zavod. Mashinalarni chiqaradi. Mashina nimadan iborat? Zapchastlardan. Motor, колеса, kuzov, колеса, kuzov hamma shu zapchastlari zo'r bo'lsa, mashina ham zo'r bo'ladi. To'g'rimi? Agar u ikkinchi darajali, ikkinchi navidan sborka qilingan mashina уже arzon bo'ladi. Arzon bo'ladi. Уже ko'p odam sifati kam bo'ladi, sifati yaxshi emas bo'ladi. Nima uchun masalan Chevroletni yaxshi ko'radilar, Lada uncha emas-da? Потому что Chevrolet, u Chevrolet, butun dunyoda Chevrolet yoki Mercedesni, То же самое, agar akademiya futbolni akademiyasini ishlab chiqarishga qo'ysak, bizlarning maqsadimiz Yevropadan o'ynab keladigan bolalarni chiqarish. Ammo uni chiqarish uchun
yaxshi zapchast bo'lishi kerak. Galishdik-ku, yaxshi material bo'lishi kerak. Yaxshi material bo'lsa ketsa, yaxshi material görəşə ketsa, nechata yaxshi futbolchini tarbiyalab bilasan. Logично, ne? То есть, yaxshi mahsulotini ishlab chiqarish uchun yaxshi tovar bo'lishi kerak. В данном случае, что bolalikdan bu некорректное сравнение, да, корректное сравнение, да, balkim noto'g'ri сравнение, но ishlab chiqarishdan solishtirsak, bolalar bu material, kontingent. Shu kontingent nechalik aqlli, nechalik tezkor, nechalik abjirra bo'lsa, shunchalik komandamiz, shunchalik termamizda, O'zbekiston terma jamoamizda yaxshi futbolchilar chiqadi. Bizlar 8 yoshar bolalar bilan, 9 yoshar bolalar bilan ishlamasak, bular естественно ketadilar boshqa sport turini. Вот. Поэтому shuning uchun sizlar nechik bo'lsang ham shu bo'lsin direktorlar bilan gaplashib, talab etib, kerak bo'lsa stolni qo'li bilan urib, "Davay, men 8 yoshar bilan ishini boshlayman." Dim bo'lmasa 9 yoshar bilan. Потому что vaqt o'tib ketadi, yoshlar. Ketadilar, qolmaydilar bolalar. Shunday. Yana qaranglar. Дальше. 14 лет мы начинаем брать в интернат. Интернат olib boshlaymiz bolalarni, да, 14 yoshda. И qaranglar, 14 yoshgacha bular уже shkolani to'liq bilishi kerak, da. Shkolani gaplashdik, navodeyan. Удар поворотом, ведение, фильм, удар головой, дальше, да? Ular до 14 лет to'liq bilishi kerak, to'liq. 100%. Но этого amaliyotda yo'q, qahri. Amaliyotda yo'q. Ruslan aka. Yo'q. И в академии мы вынуждены дополнительные занятия, qo'shimcha mashg'ulotlari tashkil etish majburmizdan, потому что shu bosqichda bular kerak bilimlarni olmadilar. Вот эта вот вся школа, которая есть, то, что мы сегодня проходим, shu litsenziya D mavzularni to'g'risida ishlab turganimiz, bu hammasi ishurda bo'lishi kerak, da? Ishurda. Bu уже o'smirlik davrasi 14 yoshdan bu elitный futbol deb aytiladi, da? Элитный футбол. Нechun элитный футбол deb aytiladi? Потому что они уже все знают. Там уже идут групповые взаимодействия и командные взаимодействия. Там школа уже кем на кем вот тут. Только во время разминки, только во время индивидуальной работы с игроками. Индивидуальная машкулатта, если видит игрок тренер 14-15 лет, что у него проблема со скоростью или с мячом проблема какая-то, да, вот, или с выносливостью, для него по индивидуальному плану, индивидуальная reja bo'yicha, maxsus shaxsiy reja bo'yicha ish shakllantiradi, rejalashtiriladi. Вот, lekin komandaning ichida отдельно никто с ним работать не будет. Только индивидуальная тренировка. Потому что он yoshida уже ko'proq тактические тренировки, да, ko'proq bo'lib turadi. Вот. А мы в 14 лет, 14 yoshda, да, вынуждены над финтами работать, вынуждены над ведением работать, majburmizdan. Shuning uchun qiyin bo'lib turibdi. Теперь очень важно, да, мы говорим, что bundan gaplashdik, trenirovkalarning uslub to'g'risida gaplashdik, ya. Trenirovkalarning uslublarni to'g'risida gaplashganimizda ma'nosini tushundik. Что тренировка uslubundan 3 asosiysi bor, da? 3 asosiysi. Eng
bildik. Eng jonlisini qaysi ekan? Musobaqa. Ikkinchisi musobaqadan keyin игровой. Игровойdan keyin mash, упражнение, да. Молодцы, хорошо. Значит, игровой и соревновательный это eng samarali uslublari, trenirovka uslubi eng samarali. Значит, вопрос doğuladi. Yaxshi. Menda 9-10 yoshar bola. O'yinni tashkil etishing kerakmi? 9 yoshar bolani 10 va 11 va 1 qo'ymaysan-ku. Хотя ayrimlarda men o'zim yurvadim. Tamam. 10 yoshar bola 11 na 11 qo'yadilar. Katta varata. Bu to'g'rimi? Noto'g'ri. Umuman noto'g'ri. То есть shu trener yosh xususiyatlari to'liq tushunmaydi. Shuning uchun maxsus talablari bor. Yana shu yerda ekranda ko'rishingiz mumkin. Возрастные особенности подготовки юных футболистов, формат игр. Мы знаем, что игра это eng samarali uslub. Но тогда как можно играть? 6 лет 4 на 4, 7 лет 5 на 5, 8 лет 5 на 5, 9 лет 5 на 5. Yurtdimizlar? Все mini-футбольный формат. До 10 лет 5 на 5. 5 на 5. Eng yaxshi format. 5 на 5. Размер площадки. Ну я вам тогда вчера говорил, акшам тренировкада говорил, примерно. 4 bola bo'lsa, taxminan 40, 5 bola bo'lsa, taxminan 50, Ну вот здесь вот смотри, 10 лет 5 на 5, 30 на 50. То есть uzunluğu 50, bu maksimal. 40 bo'lishi mumkin. 40 bo'lishi mumkin. Eni 30. 30 a 40, 20 a 40 bo'lishi mumkin. Bu конкретно emas. Но самое главное, eng asosiy razmer necha? Razmer necha? Uchlik ham bor ekan, ha? Kim ko'rdi uchlikni to'pi? Men ko'rganman. Men ko'rmadim. Mini futbol это. Uchlik bor ekan, to'rtlik bor ekan. Вот это мы должны обязательно знать. Обязательно должны знать, обязательно o'zini ishladim. Обязательно shuni tablitsa bo'yicha o'yinni tashkil etishimiz kerak. Еще одна вещь очень важна у нас. Когда o'yin tashkil etib turganingizdan, вот смотри, мы говорили, да? Видно? Мы говорили, что до 10 лет 5 на 5 eng yaxshi format. Но мы их уже shu yosh davrasida не просто так играем 5 на 5, да? Мы уже условия им ставим, да, уже. Добрый. То есть не просто так они бегают, да? А они бегают уже так, как тренеры говорят. Уже, смотри, 8 лет, 9 лет, 1-2 года. Они просто так ходили на тренировки, ты ничего от них не требовал. В 10 лет он яшында уже сенде более-менее постоянно kelib turgan bolalar paydo bo'ladi. Agar 8 yoshda olib boshlasang, komandani shakllantirib boshlasang, 8-9 yoshni o'tgandan keyin 10 yoshida уже senda готовый komanda bo'ladi. 2 yil davomida 3-yilni уже kelib turgan bolalar bo'ladi. Все, bular bilan уже trenerlik ishini to'liq tashkil etib ishlash kerak. Научно, вот когда ты наиграешь, обязательно должна быть система. Tizim bo'lishi kerak. Struktura. Akşam birinchi kun masalan ko'rsatadilar, ballada
у детей нет четкого понимания структуры игры в футбол. Говорили структуру игры в футбол, да, структура, o'yinni strukturasi yosh futbolchilarda kallasida tushunchasi yo'q, kamdan-kam. И вот здесь, вот, когда мы 5 на 5 детей начинаем обучать играть 5 на 5, мы уже структуру игры, o'yinni strukturasini, bilimlari berib boshlaymiz. Bular tushunadilar уже, ага, 1-1-2-1, уже структура, да? Впереди один нападающий, сзади один вратарь, один защитник, два полузащитника, вот. Атака, ромб, да, ну видно, вот, два красных. Черный. Ромб усулада, Юрий. Зачем нужен ромб? Для чего керек ромб? Чтобы у нее два варианта всегда. Всегда, да. Мяч, и это барбарина, мяч всегда находится в ромбной içinde. Всегда. И страховка есть, и адрес для продолжения атаки, да, есть. Вот. Это когда мы 5 на 5 говорим. 11-13, уже можно 8 на 8. Уже он яштанки, он был 13 яшар бала, уже игра. Почему я это показываю? На чем Мәшін университет Турпан? Мы geliştik ko'p. Игровой метод eng samarali usul. Значит, bizlar ko'proq bolalarni o'yindan tushishimiz kerak. Qaysi sostava, qaysi sostavda, qaysi площадкада. Вот и на, пожалуйста. Максимальный состав 11-13 лет, 8 на 8. В 11 лет 7 на 7, 12 лет 8 на 8, 13 лет уже можно 9 на 9. И опять, o'yinni strukturani doğrusundan ballara уже bilimini berishini davomini qilamiz. Уже sistema boshqacha. 1-1-3-3 8 bo'lsa. E'tibor berib turibsizlar? Уже количество увеличено, уже другая структура, уже другая система, но ромб остается. Ромб остается, треугольник лакалады. То есть геометрия калады, шакаллары калады, треугольник, ромб, площадка, естественно, уже kattaroq bo'ladi. Xo'sh, 13 yosh. Bu qaysi davra bu? Nima davrasi bu? Bolalik. Endi o'smirlarga o'tamiz. Все. Элитный футбол. 11 на 11. Конкретный футбол. 11 на 11. 1-4-3-3. Площадка 100 на 60. Это уже футболисты. Уже 14-15 лет мы уже о трансфере должны думать, да? Да. В Англию или в Испанию. Да? Если мы вот там 6 лет поработали, балалик даврасында. Это элитный футбол. Так, shuni возрастные особенности doğrusunda обедтан keyin davomini qilamiz. Hozir